Factfulness butun dunyo bo'ylab turli tillarga tarjima qilingan, qayta nashrdan chiqqan asar. Well, Hans Rosling My name is Hans Rosling. called Factfulness. It's a collaboration between him and his son Ola and daughter-in-law Anna. Factfulness mualliflari Hans, Ola, Anna Roslinglar bu asarni yozish uchun juda ko'p faktlarni o'rganishgan. Diagrammalar, odamlar bilan suhbatlar, dunyodagi turli qatlam vakillaridan olingan testlar albatta natijasini ko'rsatgan. Keling endi asar haqida. Dastlab 3 asosiy haqiqatni bilib olish kerak. Birinchi haqiqat. Biz bir sayyorada 85% rivojlangan va 15% rivojlanayotgan mamlakatlarga bo'linib yashayapmiz. Biroq bu g'arb mamlakatlari rivojlangan, sharq esa qoloq degani emas. Ikkinchi haqiqat. Odamlarni o'ldirishga harakat qilishyapti, bolalar tug'ilmasligi uchun kurashishyapti kabi ma'lumotlarni fakt yoki yolg'onligini bilmay turib, miyamizga butun dunyoda shunaqa deb singdiryapmiz. Aslida statistika shuni ko'rsatyaptiki, 2050-yilga kelib aholi soni 9,8 milliard, 2100-yilga kelib esa 11,2 milliardga yetadi. 50 yillik davr uchun bu katta sonlar emas. Uchinchi haqiqat. Butun dunyo bo'yicha fikr bildirganda yaxshi yoki yomon bilan cheklanmasdan aniq ma'lumotlarni bilish kerak. Asar davomida Hans Rosling 10 instinkt haqida fikr yuritadi va ularni faktlar bilan isbotlaydi. Birinchi, bo'shliq instinkti. Dunyo inglizlar o'ylagani va barcha AQSh filmlarida ko'rsatilganidek inglizlarning qo'lida emas. Afrikadagi ba'zi mamlakat aholisi biz boy deb o'ylagan davlatlardan ham yaxshiroq yashaydi. Ikkinchi, norozilik instinkti. To'g'ri, dunyoda kamchiliklar bor, lekin ayni bizning davr doimiy rivojlanishda. Bunga texnika eng to'g'ri misol bo'la oladi. Uchinchi, to'g'ri chiziq instinkti. Ya'ni hayot doimiy davom etadi. Odamlar vafot etsa ham dunyo o'z oqimida suzadi. O'zgarishlarni oddiy qabul qilish kerak. To'rtinchi, qo'rquv instinkti. Kam qo'rquv muvaffaqiyatga yetaklaydi. Lekin u me'yoridan oshsa, inson harakat qilishdan ham to'xtaydi. Bizni esa har kuni shok xabarlar bilan qo'rqitishadi. Factfulnessni o'qiganlar esa ularga parvo qilmay qo'yadi. Beshinchi, o'lcham instinkti. Bir ishni bajarishdan oldin albatta har tomonlama o'ylash, uni mulohaza qilib, plus-minuslarni o'rganish o'sha ishning mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Oltinchi, umumlashtirish instinkti. Hamma bir xil emas, shuningdek tajribalar ham. Dunyoni yaxlit holda tasavvur qilishning o'zi noto'g'ri. Yettinchi, taqdiriy instinkti. O'zgarishni xohladikmi, uning uchun harakatni boshlash, uni sekin-astalik bilan doimiy bajarish kerak. Sakkizinchi, yagona nuqtai nazar. Tasavvur qilamiz, bizda 2 yo'l bor. Yagona qarorga kelish uchun esa qisqa fikrlamasdan, har jihatdan o'ylab qaror chiqarish kerak. 9. Aybdorlash instinkti. Butun dunyo odamlari ayni shundan aziyat chekadi. Hech kim o'zini ayblashni, xatosini tan olishni xohlamaydi. Muammoning yechimi sababni bilish, xatoliklarni tan olish va ularni bartaraf qilish. 10. Shoshilinch instinkti. Factfulness nafaqat dunyo haqidagi tasavvurlarni o'zgartiradi, balki odamning o'ziga bo'lgan munosabatini ham o'zgartiradi. Har qanday shoshilib qilingan qaror albatta ziyon keltiradi. Factfulness haqida Hans Rosling shunday deydi: Yodingizda tuting, tanqidiy fikrlash doim murakkab. Qo'rqqanimizda esa bu imkonsizdek ko'rinadi. Ongimiz qo'rquv bilan egallangan bo'lsa, unda hech qanaqa faktga o'rin qolmaydi. Endi noto'g'ri qarashlarimiz haqida. TED Talks'da Hans Roslingning o'g'li Ola Rosling ayni shular haqida fikr bildirgan. Hamma narsa tobora yomonlashayotgani yo'q. Bu shunchaki bizning vahimamiz. Aslida ko'p narsalar rivojlanyapti. Ikkinchisi, 2 o'rkachli tuya boy va kambag'alni bildirish uchun ifodalangan. Aslida haqiqiy kambag'al kimligi kitobda aniq diagrammalar bilan ko'rsatilgan. 3. Hukumat haqidagi noto'g'ri qarashlar ham bizni xavotirga soladi. Aslida jamiyat doim ustun ko'rib kelingan. 4. Akulalar o'ldiradi. Bizga har kuni ommaviy axborot vositalaridan shu va shunga o'xshash yangiliklar aytiladi.
Bu o'limlar butun o'limlarning juda kam foizini tashkil qiladi. Factfulnessni yaxshiroq tushunish uchun diagramma orqali misol. Diagrammada 1975, 2014, 2025 yillarda necha foiz odam hordiq chiqarish uchun chet el mamlakatlarga sayohat qilishi mumkinligi ko'rsatilgan. 1975 yilda havo yo'li orqali uchganlar 30% ni tashkil qilgan bo'lsa, qariyb 40 yildan keyin 50% gacha ko'tarilgan. 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich 13% gacha o'sadi. Bu diagrammadan qisqa muddatda foizning tez oshayotgani ko'rinib turibdi. Kitob juda sodda, oson tilda yozilgan. O'zbekchaga o'girilgan tarjima ancha tushunarsiz albatta. Bill Gates aytganidek, u hayotda o'qigan eng muhim asarlardan biri Factfulnessning ingliz tilidagi haqiqiysi albatta kitobxonlarga manzur keladi.